Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu mening tilim blogi va men Shahzod Jo'rayev. Bugun sizlar bilan milliy sertifikat imtihonlarida ona tili bo'yicha esse yozayotgan talabgorlar eng ko'p yo'l qo'yayotgan top 5 ta xato haqida gaplashamiz. Bu xatolar haqida bilib olganingizdan so'ng siz ularni albatta tuzatasiz va yuqori ballga ega bo'lasiz degan umiddamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoni boshlaymiz. Asosiy mavzuga o'tishdan oldin ayrim yangiliklar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. So'nggi imtihondan so'ng men ham A+ darajasiga ega mutaxassisga aylandim. Mana ko'rib turganingizdek sertifikatim va undagi ballar, endi menda ham maksimal ball bor. Bu bilan meni bemalol tabriklasangiz bo'ladi. Barchaga tabriklar uchun oldindan rahmat. Eng katta yangilik, biz endi Instagramda ham o'z faoliyatimizni boshladik. Mana bu manzillardan Instagram profilimizni topishingiz mumkin. Ana endi asosiy mavzuga, ya'ni milliy sertifikat imtihonini topshiruvchilarning esse yozish jarayonida yo'l qo'yadigan top 5 ta xatolarga qaytadigan bo'lsak, birinchi xato bu husn xatga haddan tashqari e'tibor berish. Esse tekshirilish jarayonida sizning husn xatingizni chiroyli yoki chiroyli emasligi umuman ahamiyatga ega emas. Bu ballingizga umuman ta'sir qilmaydi. Shunchaki siz yozayotgan fikrlar va dalillar mavzuga mos bo'lishi, fikrlaringiz bir tartibda izchillik bilan ifodalanishi yaxshi ball olishingiz uchun yetarli bo'ladi. Yozuvingiz tushunarlimi, o'qisa bo'ladimi? Demak, muammo yo'q, xavotirga o'rin yo'q. Siz bemalol yaxshi balldan umid qilishingiz mumkin. Faqat yozayotgan paytingizda harflarning tushunarli bo'lishiga e'tibor bering, sababi tushunarsiz yozilgan, ya'ni o'qish uchun yaroqsiz bo'lgan esselar maxsus komissiyaga taqdim etiladi va maxsus komissiya xulosasiga binoan u yerdagi yozuvlar qayta o'qilganidan keyingina baholanishi mumkin. Va bu bir muddat vaqt talab qilishi mumkin. Ya'ni qandaydir muammolar yoki tushunmovchiliklar kelib chiqishi ehtimoli bor. Shunday ekan, yozayotgan yozuvingiz chiroyli bo'lmasa ham tushunarli bo'lishiga harakat qiling. Ikkinchi xato bu qo'shma gap turlarini bir-biri bilan chalkashtirib yuborish. Hammangizga ma'lum, qo'shma gaplar bog'lovchi vositalarning turiga qarab 3 ta turga bo'linadi. Demak, birinchisi bog'langan qo'shma gaplar, ergashgan qo'shma gaplar va bog'lovchisiz qo'shma gaplar. Ularning har biri o'z maxsus bog'lovchi vositalariga ega va ular bir-biridan o'sha bog'lovchi vositalari bilan farqlanadi. Ularni aralashtirib yuborish esa esseda uslubiy xatoga olib kelishi mumkin. Ko'plab talabgorlar bitta qo'shma gapni o'zida ham ergash gap vositalaridan ham bog'langan qo'shma gap vositalaridan foydalanib qo'yishadi. Masalan, mana bu gapni tahlil qilsak, deylik, bir guruh insonlar xususiy universitetlar faoliyatini ma'qul ko'rsa, boshqalar esa davlat oliygohlarini afzal bilishadi. Bu gaplarga e'tibor qilgan bo'lsangiz, gapning birinchi qismida shart mayli qatnashgan, ya'ni sa shakli turibdi va sa shart mayli ergashgan qo'shma gapni hosil qilishi kerak. Biroq gapning keyingi qismida esa bog'lovchi vositasi ishlatilyapti, esa bog'lovchi vositasi esa bog'langan qo'shma gapni hosil qiladigan vosita hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, chalkashlik yuzaga kelyapti. Gapning yarmi ergashgan, yarmi bog'langan qo'shma gap vositasi bilan shakllantirilgan. Bunday vaziyatda ikkita bog'lovchi vositaning biridan voz kechish kerak. Yo sa shart maylini qoldirish kerak yoki gapning ikkinchi qismida esa bog'lovchi vositasini ishlatgan ma'qul. Uchinchi eng ko'p takrorlanadigan xato bu mavzuga yaxshi tushunmaslik va buning natijasida mavzuga umuman aloqasi yo'q fikrlar va dalillarni keltirish. So'nggi imtihonlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, oxirgi mavzular ko'proq siyosiy va ijtimoiy ruhda berilyapti. Shunday ekan, talabgorlardan eng birinchi navbatda talab qilinadigan narsa bu essening mavzusiga, uning mohiyatiga to'liq tushunib olish va shundan keyingina bu mavzuga oid dalil, fikr va argumentlarni keltirish. Siz berilgan mavzudan umuman chetlashmasligingiz kerak va siz keltirayotgan dalillar mavzuga to'liq mos bo'lishi kerak. Masalan, so'nggi imtihonda ko'pchilik repetitorlar va pedagoglar kirgan smenada tushgan esse mavzusini olsak, bir toifa yosh kadrlarning rahbarlikka tayinlanishiga ijobiy qarasa, boshqalar bu salbiy oqibatlar keltirib chiqarishini ta'kidlashadi. Siz bu mavzuda esse yozayotgan bo'lsangiz, deylik, yoshlarning qandaydir qiziqishlari yoki kamchiliklari, fe'l-atvordagi qandaydir nuqsonlar haqida yozishingiz mumkin emas. Chunki esse tekshirayotgan mutaxassisga yoshlarning fe'l-atvoridagi kamchiliklar emas, ularning qanday rahbar bo'la olishi yoki yosh rahbarlarning xususiyatlari, ularning kamchiliklari va afzalliklari. Xo'sh, shunday holatda siz qanday argumentlarni keltirishingiz to'g'ri bo'ladi?
Masalan, yosh rahbarlar yangilikka tez moslashadi. Deylik, jamoa qurayotgan paytda jamoadoshlariga nisbatan yaqin munosabatda, samimiy munosabatda bo'lganlaridan o'sha xodimlarning bor potensial imkoniyatlarini ochish imkoniyati oshadi. Shu kabi argumentlarni keltirishingiz sizga esseda yuqori ball taqdim etishi mumkin. 4-chi va eng katta xatolardan biri bu talabgor tomonidan qoralama tuzmaslik yoki umuman undan foydalanmaslik. Qoralamaga butun esseni yozib, keyin uni oqqa ko'chirishning deyarli imkoni yo'q, chunki vaqt masalasi muammo bo'lib qolishi mumkin. Shu sababdan sizga maslahatim, bu shaxsan o'zimda foyda bergan taktika. Qoralamaga birinchi kirish qismini yozib oling. Biroz hayajoningiz tarqagandan so'ng, fikrlaringiz bir joyga jamlangandan so'ng kirish qismini oqqa ko'chirasiz va undan so'ng esse rejasini qoralamaga yozib olishingiz kerak. Deylik, siz birinchi tomon uchun qanday argument va unga mos dalil yozmoqchisiz. Qoralamaga birinchi tomonning fikri, argument va dalil yoziladi. Undan keyin ikkinchi tomonning fikri, dalil yoki argumentlar, fikrlar yoziladi va shaxsiy fikr qismiga mo'ljallangan argumentlar, fikrlar va dalillar yoziladi. Bunday qoralama tuzish sizga qaysi jihatdan yordam beradi? Agar siz shu tartibda qoralama tuzsangiz, fikrlaringiz bir tartibda izchillik bilan ifodalanadi. Esse o'rtasida sizga keladigan qandaydir yangi g'oyalar yoki fikrlar fikringizni chalg'itmaydi. Siz o'zingiz yozgan reja bo'yicha davom etasiz, argument keltirasiz va unga mos dalil yozasiz. Natijada siz to'g'ri fikrlar yozgansiz va uni to'g'ri dalillagansiz. Qarabsizki, essedan ballingiz yuqori chiqishi tayin. 5-chi eng katta xato imloviy qoidalarga, imloviy xatolarga juda ko'p diqqat qilish. Unutmang, esse tekshirilayotganida imloviy xatolar bilan bir qatorda uning mazmuni ham muhim. Ko'pchilik abituriyentlar, talabgorlar, pedagoglar esseni xatosiz, imloviy xatolarsiz yozaman deb harakat qilib, uning mazmunini e'tibordan chetda qoldirishadi va natijada esse balli juda ham past chiqadi. Va ko'pchilik talabgorlarda shakllanib qolgan bitta stereotip bor. Keling buni hoziroq parchalab tashlaymiz. Esse tekshirayotgan paytimda ayrim tekshirilgan esselarni o'quvchilarga taqdim etganimda ular esseni ko'rishadi va undagi imloviy xatolar agar ko'p bo'lsa, menga savol berishadi. Deylik, ustoz qanaqa qilib 10 ta, 15 ta imloviy xato qilgan yoki shuncha virgul qoldirib ketgan talabgor bunaqa yuqori ball olishi mumkin deb. Baholash agentligi tomonidan taqdim etilgan nizomga ko'ra, har bitta deylik ko'nikma uchun 2 balldan ball belgilangan. Deylik, siz imloviy xatolarsiz, punktuatsion xatolarsiz yozadigan bo'lsangiz 2 ballga va mazmuniy izchillikka rioya qilsangiz, qoliplarga va hokazolarga amal qilsangiz har bitta band bo'yicha 2 balldan olasiz. Ana shu bandlar ichida imlo uchun mo'ljallangan faqat bitta band bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz 10 ta imloviy xato qilasizmi, 15 ta imloviy xato qilasizmi, bu sizning ballingiz 0 ga aylanib qolishiga sabab bo'lmaydi. Sizdan nizom bo'yicha o'sha belgilangan maksimal 2 ball olib tashlanadi. 24 balldan 2 ball olib tashlanadi va shunga ko'ra 75 ballga integratsiya qilinadi. Men ko'p imloviy xato qildim degani bu men juda ham past ball olaman degani emas. Bundan tashqari, ko'pchilik talabgorlar imloviy xatolikka yo'l qo'yganlardan so'ng shoshib qolishadi. Imloviy xatolikni to'g'rilashga yoki to'g'rilamaslikni ham bilmasdan ikkilanishadi. Bunday vaziyatlarda nizomda ko'rsatilganidek, siz o'sha xato qilgan so'zingizni ustidan bir marta urib, to'g'ri chiziq bilan uni yonidan o'sha so'zning to'g'ri shaklini yozib ketishingiz mumkin va bu sizning ballingizga hech qanday ta'sir o'tkazmaydi. Xo'sh, sizlar bilan video davomida talabgorlar eng ko'p yo'l qo'yadigan top 5 ta xatoga to'xtalib o'tdik. Siz ayni shu xatolarga yo'l qo'ymasangiz, o'ylaymanki, essedan yuqori ball olishingiz mumkin. Sizda milliy sertifikat imtihoniga oid yoki umuman essega oid qanday fikr va mulohazalar bor? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz ularni albatta o'qib chiqamiz va sizga javob yozishga va keyingi videolarimizda aynan shu savollarga to'xtalishga harakat qilamiz. Video siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, unga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qolaversa, Telegram va Instagram sahifalarimizga ham obuna bo'ling. Esse bo'yicha foydali video dars va namunaviy esselarni qo'lga kiritish uchun Instagram sahifamizga obuna bo'lib, skrinshotini Telegram manziramizga jo'nash yodingizdan ko'tarilmasin. Keyingi darslar va tahlillarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.